mush yerda ko'rdim degan edi. Ana, Ha? Yaxshimi adash? Ha, yaxshimi. Iliqi pulning ishi qanday bo'lgandi? Qarizni iltimos qilib qo'ydim adash. Hech tushadigan alfaz yo'q. Qariz tushsala masanla gap bo'ladi. Ma'qulamsan? Hey. Men gapni agitib desam tushunmagan o'xshaysan. Ayni chaqda men sana berib turgan 50 million pulni qaytarib bergan bo'lsam. Anam doktorxonaga kirib qoldi. Bekla yig'ir. Balki shu 50 million sababli anamning hayotini saqlab qola olishimiz mumkin. Operatsiya o'ngishli bo'lsa, anam cho'qim hayot qiladi adash. Xapinmay pulni bergan bo'lsam. Oo, eliqqa pula. Ha, qaramamsan. Aldirachilikni unutib qopdimi? Hey, osh pulni ajab unutib qolmabsan. Men unutib qopdiman emasmi? Men bu pulni menga deydi deb o'ylab boqmabdimi? Bak, nachar xumsini ekansan sen. Bo'ladi. Esingda shuni ching tut. Pulingni aman bir kuni berma. Mushu qari so'yilganlaringni atrofdagi do'stlarning hammasiga devitimi? Chunki sen bakli nachar nima ekansan? Bo'ladi. Açtım Sodgoro'ya 12-ayning 12-kuni yana katta bir maydon faoliyat qildi ekan. Shu vaqtida sizga nurg'un narsa olib beray, ha? Ma'qulmi? Ma'qul-da. O'nchilik qilishib ketmayli, Jumo Ali. Ali, men sizga sator xizmat qilay. Buncha nacharlikni o'ylab boqmabdimi? Yaxshimsa? Buning bilan ko'rishma. Bu bag'il nachar nima ekan? Men buni bunda qiladi deb o'ylamabdiman. Mana. Qalqinni men sana yo'lda mangash deb beray. Bunda nachar narsa bilan ko'rishganing foydasi yo'q. Oldingi qitim men mashina olgan vaqtida undan 50 million so'rab turgan. Mana bugun yaqinda eslivadi deb pulumni qachon bersan dedi. Men seni hozir urma. Tayyorlik qil. Hey, adash, sen ben sana ogohlantirish bergan. Lekin o'zing diqqat qilmading. Men sana deb qo'yay. 5 kunning ichida pulimni qaytaribman. Bu mening onamga munosabatli ish. Bo'lmasa, pul men uchun muhim narsa emas. Bu pul o'zimning. Özümün pulunu özüm alanmaqda kuniga qolganim yo'q. Esingda tut. 5 kunning ichida pulimni ber. nima bo'ldingiz? Eshitdimi? Boshqalar bizga muhtoj bo'lgan chaqda bizni gul qilib chekisiga qisdi. Ammo biz ularga muhtoj bo'lganda Saisning puliga sotdi. O 50 millionni berib turgan endi 2 yil bo'ldi. Shunchalar qilish ketamdi deyman. Hech nima bo'lmadi. Hech nima.